sanoqli qoldi, ko'p emas, sanoqli radnoylar, sanoqli aka-ukalar qoldi. Inshaalloh mana shu inson, otam, akalarim, alhamdulillah, mana ota nima deysiz, mujiklar, mana mujiklar mana. Bizni kutgan ota-onalarga, bizni kutgan opa-singillarga, bizlarni kutgan mujiklar nima deysiz? Nima deyman? Avolasi dunyomiz tinch, shunday yurtboshimiz bor. Alloh umrlarni uzun qilsin. Hammani ham ota-onasi, farzandlari xuddi shunday bo'lishini xohlayman. Haloldan bersin. Alloh taolo o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmasin. Yana Alloh taolo shuna sinov berdiki, butun aka, uka, oshna og'ayni, qarindoshni, el yurtni sinovdan o'tkazdi. Bu katta narsa. Katta rahmat tepadagilar ham hammasiga. Shunday o'g'lim o'stirgandan faxrlanaman. Avolasi shu yuzga kirib otamiz olamdan o'tkazdilar. Jannati bo'lsinlar, otamiz halol yedirib